Sohibjon Boboyev 13-savol, birinchi variant. Qanday massadagi 5% natriy gidroksid eritmasiga 320 g 10% muz sulfat eritmasi qo'shilganda hosil bo'lgan eritmadagi mis va sulfat ionlari mol nisbati 2 ga 5 bo'ladi. Demak, mis sulfatga natriy OH qo'shishim kerak ekan. Natriy sulfat natriy 2SO4 plus demak mis gidroksid. Demak 5 ga 2 nisbat bo'lishidan shuni bilsak bo'ladiki, mis ionlari demak, ya'ni mis cho'kmaga tushgan. Bu yerga 2 qo'yadigan bo'lsam, reaksiyam tenglashadi. Demak 300 g 10% bo'ladigan bo'lsa, 0.1 ga ko'paytiradigan bo'lsam, 320 gramida 32 g bo'ladi. Buni 160 ga bo'ladigan bo'lsam, demak 0.2 mol. 0.2 mol demak mis sulfat bo'lgan. Hosil bo'lgan eritmada deyapti, ionlar mis ioni va sulfat ioni. 2 minus ioni nechaga necha bo'lishi kerak ekan? 2 ga 5 nisbatda bo'lishi kerak ekan. Xo'p, bizda sulfat ionlari kamaymaydi bu yoqda. Chunki bu yoqda SO4 bitta edi, bu tarafda ham bittalikcha turaveradi. Kamayayotgani demak mis ionlari cho'kmaga tushadi. Demak 5 mol bo'lgan deb olsam, 5 mol bo'lgan deb olishim shart emas. Menda demak 0.2 mol mis sulfat ioni bormi? 0.2 mol bu yoqda mis sulfat ioni bo'lsa, mana bu tarafda ham 0.2 mol bo'ladi. Demak 0.2 mol mis sulfat ioni bo'lgan bo'lsa, mana buni proporsiya qilib topsam bo'ladi. Mis ionlarini, ya'ni qolganini-da. 0.2 ni 2 ga ko'paytirsam 0.4 bo'ladi, 5 ga bo'lsam 0.08 mol. 0.08. Ya'ni eritmada qolgan mis ionlari 0.08 mol ekan. Hop, reaksiyaga kirishgani demak o'zi 0.2 mol bo'lish kerak edi. 0.2 mol bo'lish kerak edi. 0.08 mol bo'lib qolgan bo'lsa, demak qanchasi reaksiyaga kirishgan bo'ladi? 0.12 mol reaksiyaga kirishgan. Demak 0.12 mol reaksiyaga kirishadigan bo'lsa, mana bundan 0.24 mol reaksiyaga kirishadi. Bizga natriy gidroksidning massasi kerak. 0.24 ni ko'paytirsam 40 ga va bo'lishim kerak 0.05 ga. Ya'ni bu 5% bo'lishi kerak. Keling, mana buni hisoblashga osonroq qilamiz. 5% biza 100% ni topishimiz kerak. Mana shuni birato'la topadigan bo'lsak, bizga massasi kelib chiqadi. 0.24 ni demak 100 ga ko'paytiradigan bo'lsam 24 bo'ladi. 24 ko'paytirilgan 40 taqsim 5 bo'lyapti. Demak 40 bilan 5 qisqaradi, 1 ga 8 bo'ladi. Demak 24 ni 8 ga ko'paytiradigan bo'lsak 192 chiqadi. 192 gram demak natriy gidroksid eritmasi kerak ekan. Bizga to'g'ri javob A javobda berilibdi.